Asakabank mahalla bankirlar yordamida odamlar kredit olib, undan foydalanib bizneslarini kengaytirishyapti. Ishonasizmi, men sizga buni jonli misolni Navoiy viloyati Navoiy shahri Bunyodkor mahallasida Og'abek aka misollarida ko'rsatib bermoqchiman. Og'abek aka Asakabank mahalla bankiri Umidjon akam yordamlarida 17 million biznesga birinchi qadam dasturi doirasida kredit oldilar, faoliyatlarini boshladilar va kreditni yopib, endi ikkinchi marta yana biznesga birinchi qadam dasturi doirasida 17 million kredit olib, bizneslarini yanada kengaytirdilar. Og'abek aka birinchi olgan kreditingiz foydali bo'pti siz uchun. Shu joylarni quribsiz. Endi ikkinchi marta olgan 17 million kreditingizga nimalar qildingiz? Shu oborot qildik, mol oldik, shunaqa ish qildik. Stanoklar ham oldingiz menimcha, to'g'rimi? Arra oldik bitta. Xullas, o'zlarining faoliyatlari uchun kerak bo'ladigan asbob anjomlarni ham oldilar. Endi aka bitta narsa so'rayman, bu sizdan keyingi boradigan hududlarimiz uchun ham qiziq. Foyda qanaqa bundan? Go'shtdan foyda qanaqa o'zi? Bir kunda sizlarda boshqacha hisoblanadi. Bitta mol sotasizmi? Shuni ham bitta mol sotamiz. Bir kunda bitta mol sota olasiz. Qancha qoladi aka bundan sizga? Shu bitta molni 22-23 million savdo bo'ladi. Demak, bir kunda 22-23 million savdongiz bor. Endi molli ham puli bor. Sof foydangiz qanaqa? Kulli. Daromadingiz qanaqa? Ani molli pulini chiqazib tashlaganda. 1 million 1,5 million daromad qiladi. Demak, 1 million 1,5 million kulli daromadingiz bor. Agar buni bir oyga chaqadigan bo'lsa, demak bir 30 million, 45 millionlar bo'lar ekanda, to'g'rimi? Xo'p, endi bundan xarajatlaringiz, joyiz arendasi bor, svetlaringiz bor. Chiqarib tashlaganda qancha ishlatasiz shularga mana? 3,5 million ishlataman. Demak, 30 milliondan 1 milliondan o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, 3,5 millionini arenda puli, svetlarga, kommunallarga chiqarib tashlasak, bir 26,5 million daromadingiz bor ekanda, sof foydangiz, to'g'rimi? Shunday. Demak, bu ajratilgan kredit siz uchun foydali bo'ldi. Siz undan foydalandingiz, to'g'rimi? Shunday foydalandim. Oramizdagi odamlar kredit olib, undan foydali maqsadida foydalanib, yaxshigina daromadga chiqishyapti. Siz hali ham kredit olsam ishim o'xsharmikan, o'xshamasmikan demang. Har doim to'g'ri ishlatilgan, maqsadli ishlatilgan kredit albatta o'z natijasini, o'z foydasini beradi. Siz bilan keyingi hududlarda albatta ko'rishamiz. Asakabank siz bilan birga.